Ha. Oxirgi keldik qishloqda. Bak, Tampuch. Tampuch degan qishloq. To'g'riga keldik. Tampuch degan qishloqda eng oxiri ansar to'g'ri taya. Ha. Gaping, bu nima deysiz? Nima deymiz biz? Sharsavs tumanining Tamsh qishlog'iga. Qishloq oxiri, yerda oxiri ekanda bu. Lekin odamlar yashamaydi. Maymunlar yashaydi. Tezon necha bo'lgan? 22-fevral 2023-yil. Vaqtdan tem soat. Soat demaycharing. Soat 12 dan 05 ta o'tibdi. Ha, 12 dan 05 ta. Mana biz Yer yo'q ekanda bega. yer yo'q. Yer problema ekan baqa. Shuncha katta tog' qishloq bo'lgan bilan yer juda problema ekan. Mayli uylar. Mana joylar qurilgan, ne joylar qurilgan. Hozir qaytguncha ham ko'rsatamiz. Ha. Onay. Ahne gaplar. Vaqt kelgan odam iloji yo'q. Mana shu oxirgi tochkaga kelib nur chaqish kerak ekan. Hamma shunday deb qo'ymadi, chakdik iloji yo'q o'zi. Chaqmaydi. Bo'ri, ayiq, cho'chqa, kiyik hamma narsa bor ekan. Odamlar yoyilari ham bor ekan. Yovvoyi o'rimlar ham bor ekan, hindular. Tog'da eng toza havo, faqat bunday havo yo'q umuman. Umuman bunday havo yo'q. Boshqa joyga yo'q bunday havo. Faktlar to'xtamiz. Tiyragilar. Havo olib ketamiz iloji yo'q. Tiyra, 50 metr ilim. Hospitalga ketyapti otda. Mana tog'lar. Hospitalga ketyapti. Uylar rivojlangan ekan, remont qilyapti. Baqa qanday buncha materiallarni olib kelgan bilmayman. Tamam kız. O'ttizlik armaturalar. Mana qaytyapmiz asta. Uylar. Hilanglar shag'laga. Bu achchiqlanyapti. Bu turibdi, achchiqlanib qarab turibdi. O'g'illar. Mana ko'chalar. Kelinglar, bag'larga bir tomoshaga kelinglar. Tomoshaga kelmasalaring armon bo'ladi sizlarga. 3 metrmi? 4 metr bormi? Yo'l juda qisqa ekan, lekin mashina bilan uyoqqa chiqib kelish qiyin. Like bosinglar. Sizlar uchun shuncha biz kontent qilamiz. Mana uylar. Uylar ham ne qurilgan. Past molxona, tipa uy hammasi shunday ekan. Past molxona, tipa uy. Eyla. Xo'roz. Pishak. Pishak ham bor ekan. Xo'roz ham bor ekan. Damas ham bor ekan shaqa. Mana yo'llar. Qo'shlar, yo'llar. Peshkom ham yurish. Loy. Küçük bitta urib qo'ydi.
Katta küçük bo'lar ekan. Shu küçük vaqillab kiysa ayol qizi. Kimdir o'zi mashara ekanda. Ha. Shir kiyingan, mana shu kiyin. Suv oqayapti mana. Buloq bu, buloq menimcha. Benim şey karnı. Tamam aşağısı var gene. Tamam. Şurası var gene. Sizde mi? Boya mı royadım ben? Boya çıkarlar diyeyim oğlum. Like bozuyla. Hı. Like bozuyla. Like bozuyla. Şuna dedik ha? Like bozuyla dedik ha? Lek bo'lsa 120 odam ko'rayotganda, bitta bosgan. Yo'q. Bitta ekan. Bitta lek bo'lsa 120 odamga taqdim qiladi. Videoga op. Aytadi-ku, like bosinglar deydi. Mana qilar muz mana orada muz. Ha, muz. Hali irmagan joy. Nima qilsin? Tartachib video qo'yirsan. Deysizmi? Ha? Ha, beylarga olib ketaveramiz, bemalol. Mana toshla. Mana terilgan. Mana uylar. Senga zo'rda baqla. Qanday sari qo'yinglar? Like bosinglar. Baqa kansanir kerak emas, kansanir qo'raganligi. Kansanir qo'yib. Sen nima yeching? Mana Harbiga o'tgan. baqa faqat o'z bilan nevamdan chiqsalaring bo'lar. O'z neva, boshqa mashina chiqolmagan baqa. Mana shu ham sal kattaroq ekan joy. Ha. Juda salqin joy ekanda. Like bosinglar. Hayda. Hayda uaz. Bitta Damas anaqa adashyapti, bilmayman. Damasni o'sha yerda o'ziga yasab chiqarganmi, qanday chiqib borgan bilmadik endi uni biz. Ha, aniq Damas turibdi. O'sha yerda o'ziga yasaganmi deyman Damasda. Chiqib ketaverami? Şeyden ham suv chiqib buloqcha chiqib turibdi mencha ekan. Ishlayapti ekan odamlar. Zirkdan bor ekanman, zirk. Mana zirklar mana ular. Eyla. Uylar mana. Bu pol ne? O'xshamaydi. Mana o'g'il mana. Molxona ham 1 metrmi deyman o'g'il. eng ichki. Joy yo'qligidan eng ichki 2 metr ham chiqmaydi. Uzun qilib olib ketgan shu. Mencha joyda olib ketgan o'g'il. Mana taxtalar ham bor ekan. Uxlasammi? Uxlana. Ha, devor mana ular. Devor.
Hani kit roga mana seçim. Ha. Hey ile pası. Oğul tipa uy. Kun kızı da bugün. Sığı bile. Toğla. O'sha to'g'lan o'g'lidan qaytdik biz ham. Mana holatga uylar. Nega o'sha isklanchilar bo'raklaganlar. Ayollarga olamiz. Ayollarga gap ekan, pastda. Olmaymiz ulan. Yegorlaring deb urushib qo'ymasa yana. Voy, silyot, nima deb silyot? Kim? Xolam qizi-ku? Qo'lga qizmi? Ha. Xolammi qizi u? Ayol. Ayol. Ulan qaysi qilyapti? Arang o'tib shu yo'lni. Tashlaydi, vaqqilladir. Anaqa. O'g'la. Suruv bachchalar. Mana daryo. Suv kamayib qopti daryoga. Montajsiz o'yladi. Nima sizga G'isi bo'la. Mana. Ashna boshlanib yurladi iloji yo'q. Biz endi amallab chiqib keldik. Shkoldan chiqib keldik amallab. Bachchalar o'ynay yuribdi. Mehr-oqibat bor baqa.